Iqbol tabib. Obuningizni bolasi bor-ku? Qanday qilib? Yo'q, sizlar bilaman. Mani sizda hangilarni onaxonlar duosi asrayapti. Avvalo Xudo. Shifokorlar 10 yil o'qib ham erisha olmagan obro' va natijaga dallol bo'lib ham erishsa bo'lar ekan. Iqbol tabibga tushdikmi? Qo'qonlik tabibga hattoki shu yerdagi insonlarning hech biri ishonmas ekan. Odamga ishonasizmi? O'sha teshimiz ishonmaymiz-da. O'zi ishonsa bo'ladimi? O'zi ishi tushmagan. Men unaqa narsaga avvalo ishonmayman. U mashinlik. Ishonmanglar bunaqa. Mana uyiga borsangiz, uyida bo'lsa, bayrog'ini ko'tarib qo'yar ekan, uyida yo'q bo'lsa tushirib qo'yar. O'shanga qarab odamni biladi. Qo'qonliklar ko'pchilik ishonmaydi. Bozorga chiqib yurgandan O'zini 2 marta qilishibdi. 5 marta. Soat hozir 8 bo'ldi. Biz Iqbol tabibning birinchi seansiga ketyapmiz va hozir bu yerga kirishimiz uchun mening chap qo'lim og'rishi kerak.